Assalomu alaykum Kesh Taxta kanalining obunachilari. Bugun biz Balor Garber narxlarini ko'rsatib o'tmoqchimiz. Bundan oldingi videoga taxtalarda, shifrlarda hamma narsa narxlarini ko'rsatib, balorlar narxini qisman ko'rsatib o'tib ketgan edik. Yangi balorlar keladi dedim. Xudo xolasa keldi, kecha tushira oldik. Hammasi narxlarini ko'rsatib o'tamiz. Sifatlari zo'r. Hammasini metr bilan ko'rsatib, narxlarni chiroyli qilib tushuntirib beramiz, xudo xolasa. Bu Qashqadaryo, Sharsabzdagi narxlar o'rtoqlar, boshqa joydagilarni yana aytaman, taqqoslamaysizlar. Joyiga qarab, sifatiga qarab, qimmatroq, arzonroq bo'lishi mumkin. Kanalga obuna bo'lingizlar, like bosingizlar o'rtoqlar. Xudo xolasa qurilishda ishlatiladigan barcha mahsulotlarda narxlarini, eng kerakli narsalar narxlarini, eng so'nggi narxlarni xudo xolasa qo'yib borishga harakat qilamiz. Biz videomizni boshlaymiz. Xo'p, obunachilar, mana biz birinchisidan boshlaymiz. Mana balonlarimiz, kecha kelgan balonlarimiz opshi o'rtoqlar. Mana 4 metrlik bor edi, 5 metrlik, 4,5 metrlik, 6 metr stoykalarimiz keldi. Eng birinchi mana 3 metrlik 7-14 dan boshlaymiz, xudo xolasa o'rtoqlar. 3 metrlik 7-14 balonlarimiz narxi 85 ming so'mdan chiqadi donasi. Chista 7-14 kesilgan 3 metrlik balonlarimiz bilan narxi 85 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin dumaloq 4 metrliklarimiz narxini aytaman hozir. 4 metrlik 7-14 balonlarimiz o'rtoqlar, mana sifatlari zo'r balonlarimizdan ham chista 7-14 kesilgan. Mana kecha video sotilgan videolarni ham qo'yganman o'rtoqlar. Mana progon uchun ham olib ketyapti. Asosan progon uchun ham arzonroq chiqib olib ketyapti odamlar. Balar uchun olinadi, lago uchun olinadi. Endi asosan o'rtoqlar 4 metrlik kesilgan 7-14 narxi 115 ming so'mdan qilib beramiz donasi. Narxi salgina ko'tarildi o'rtoqlar. 115 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Endi dumaloqlariga o'taman. Xo'p, dumaloqdan boshlayman. Birinchi 4 metrlik dumaloqlarimiz narxi mana o'rtoqlar. Bu ham ko'p yo'g'on kesilmagan normal balonlarimiz. 4 metrlik dumaloq balonlarimiz narxi 110 ming chiqib, 105 ming so'mdan qilib beramiz donasini buni o'rtoqlar. 105 ming so'mdan dumaloq balonlarimiz. Keyingisi 4 metrlik, bu 4,5 metrlik balonlarimiz keldi o'rtoqlar mana. 150 dona keldi kecha, xudo xolasa o'rtoqlar. Ko'p kishi 4,5 metrlik so'raydi. Bizda chiqmay qolmay qoladi. Bitta kishi 40 ta 50 ta olib ketsa, bitta kishi chiqmay qolib shunday bo'lib qoladi o'rtoqlar. Shu uchun ko'proq olib kelgan zakaz uchun o'rtoqlar. Mana 4,5 metrlik balonlarimiz narxi 150 ming so'm chiqadi. 45 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Moshni balonlar o'rtoqlar. Mana ingichka tomonlarini aniq qilmaysizlar. Bu orqasi bu yo'g'on tomonga qilib taqlangan. Sifatlari zo'r yo'g'on balonlarimiz. Buni endi tikka qilishga sharoit bo'lmas, shu uchun yerga qilib taqladik o'rtoqlar. Bu 145 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Ko'rishingiz mumkin mana metr olmayman, o'lchab ham ko'rsataman. Metr bilan ko'rinayotgan bo'lsa agar 27 ko'rsatadi. Eng yo'g'on emas, men 3 bilan ko'rsataman o'rtoqlar. Mana hammasi yo'g'on balonlar ko'rinayotgan bo'lsa, mana metrga o'rtoqlar, endi quyoshga ko'rinmayapti. Narxi 145 ming so'mdan qilib beramiz donasini. 4,5 metrlik balonlarimiz. Keyin mana 5 metrlik balonlarimiz o'rtoqlar. Moshinlari keldi. Bulardan ham tugagan edi, xudo xolasa keldi mana. Tikka qilganmiz. Sig'maganini yerga taqlaganmiz o'rtoqlar. Buni narxi 5 metrlik 190 ming so'm chiqadi. 185 ham qilib beramiz o'rtoqlar. 190 ming chiqadi. 5 metrlik balonlarimiz moshni mana ko'rishingiz mumkin. Sifati zo'r balonlarimiz, videoga ingichka ko'rinishi mumkin. Sifati zo'r balonlarimiz. Mana quyoshga ko'rinmadi, men bunga ko'rsataman mana. Mana 19 ko'rsatadi. Eng kichkinasi o'rtoqlar mana. Yo'g'on mana 25 va 18 ko'rsatadi. Moshni balonlarimiz 5 metrlik 190 ming so'mdan narxi. Keyingisi 6 metrlik balonlarimiz mana shu qoldi mana. 6 metrlik endi kamroq ketadi, xudo xolasa bundan yana keladi. 6 metrlik balonimiz 250 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Mana shu tagi qolib ketgan o'rtoqlar. 250 ming so'mdan chiqadi 6 metrlik balonlarimiz. Endi stoykalarga o'tamiz o'rtoqlar. Stoykalarimiz mana 4 metrlik stoykalar 65 ming so'mdan chiqibdi donasi. 4 metrlik stoykalar, menga taqlangan 4 metrlik stoykalar 65 ming so'mdan chiqibdi donasi. Keyin 5 metrlik stoykalarimiz mana shu qo'l o'rtoqlar olamiz, ustiga sig'ma go'shashga taqlanadi. 5 metrlik stoykalarimiz narxi 80 ming so'mdan chiqibdi donasi. 6 metrlik stoykalarimiz mana shu 6 metrlik stoykalarimiz mana shu yerga qoldi. Uni narxi 100 ming so'mdan chiqibdi. 6 metrlik stoyka kirishga ishlatiladigan to'g'ri chotki stoykalardan kelgan. Mana shu stoykalar olib ko'rsatamiz, xudo xolasa. Endi tayyor qolib ketgan mana tayyor. Bugun ochamiz tayyorni. Mana bu 6 metrlik stoykalarimiz 100 ming so'mdan chiqadi donasi. Balonlar keyin garbillarimiz narxini aytgan edim, yana aytib ketaman. Garbillarimiz narxi 3700 so'mdan qilib beramiz donasini. Sifati zo'r, katta garbillarimiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Qancha desangizlar va xudo xolasa 3700 so'mdan qilib beramiz donasini. 1 kvadratga 4 tadan zo'r qo'ysa 5 tadan hisoblab beramiz. Hammaga yetabdi obunachilar.
u balolar narxini ko'rsatib o'tdim o'rtoqlar, garbilar narxini ko'rsatib o'tdim. Yana aytaman, bu Qashqadaryo Shahrisabzdagi narx sifatiga qarasa qimmatroq bo'lishi mumkin. Boshqa joydagi bilan taqqoslamaysiz o'rtoqlar. Nima narxlar qiziq bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yasizlar o'rtoqlar. Xudo xohlasa chiqarishga harakat qilamiz. Tez video qilib chiqarishga harakat qilamiz. Videoga like bosingizlar, obuna bo'lingizlar, sog' bo'lingizlar. Keyingi videolarga ko'rishguncha. Balonlardan boshqa narsalar yana kelaveradi xudo xohlasa. Talabga qarab olib kelaveramiz. Hammani taxta bozorimizga kutamiz. O'rtoqlar, 10-oktyabr mana 4 metrlik 7 kuntir balonlarimiz ketyapti. So'ybo'y qishlog'iga bu. So'ybo'y qishlog'iga ketyapti mana. 115 ming so'mdan chiqibdi donasi. Sifatlar chotki qilib berganmiz, paragoncha qo'yganlar. Qanday bu? Rahmat. Nima? Bu sifatlar qanday ekan ustoz? Unasiz asal-ku bu. Val, tog' sog' bo'lingizlar. Keras o'rtoq. Mazal Qashqadaryo Shahrisabz. Mana. Ballar sifati zo'r, terak ballarimiz. Rossiyskiy deydi o'rtoq. Paragoncha olib ketyaptilar, paragoncha. Kevrasizlar, mazal Qashqadaryo Shahrisabz, chorshanba. O'rtoqlar 10-oktyabr. Mana ketyapti yuklarimiz yana o'rtoqlar. Mana bu chist 15 lik demovkamiz kelgan edi o'rtoqlar. Mana 95 ming so'mdan chiqadi. Bittasini bo'lib berganmiz. Silbdagi mashina qilib chist 7,5 lik demovka chiqqan. Qanday 2,5 lik o'rtoqlar. Keyin ham arzon demovkamiz sumkanda kesib berganmiz. 25 dona 85 ming so'mdan qilib bergan donasi. 10 lik demovkamiz 7 lik chiqadi. 85 ming so'mdan chiqadi donasi. 25 dona kesib bergan. 12 lik strapelamizdan 30 dona qilgan berilgan. 100 ming so'mdan qilib bergan donasi 12 lik strapelamiz. Keyin 10 lik taxtalarimizdan mulat uchun berganmiz 85 ming so'mdan 9 dona. Keyin ham qo'shlik rekalarimiz 60 metr qilib berganmiz 8,5 mingdan chista 5,5 lik o'rtalik bo'lingan. Umuman singan chirigan degan rekalar qo'shmaganmiz o'rtoqlar. Bir xil kesilgan reka va strapelar. Qaysi qishloqqa ketyapti aka? Ha? Miraka ketayotgan ekan o'rtoqlar. Stobo sifatlar qanday ekan aytsangiz endi? Ha? Zo'r sifati. Ko'rsinmi? Ha, ko'rsin. Narxlar qanday? Narxlari ham zo'r. Boshqa joyga qaraganda. Ha, mana o'rtoqlar. Kevrasiz. Rahmat sizga Mustobo. Sog' bo'ling. Mana buvomiz 71 ga kirar ekanlar. Mana lavhada yuribdilar bu. 71 ga. Buvoni yoshiga yetkazimizlarda ham. 71 yoshga, mana yosh yigitdek ishlar yuribdilar bu. Gap yo'q bu. Ko'zi kadam odam boshqalar. Ha, mashalloh bu. Mana mashalloh ko'z tegmasin. Siz yoshingizga yurish, yetib yurish nasib qilsin. Mana demovkalik kevrasiz. Mazal Qashqadaryo Shahrisabz, chorshanba. Labon bo'siribdilar bu. 10-oktyabr o'rtoqlar. Garbillarimiz ketyapti. Garbil nechta otdilar Javohir? Garbil nechta? 150 ta garbil ketyapti o'rtoqlar. 3700 so'mdan qilib beramiz donasini. Chotkicha isbotli garbillar. Keyin 4 metrlik balonlar. 3 dona, keyin 2 metrlik 2 dona. 4 metrlik 100 ming so'mdan chiqadi domolog'a. Mana bu 2 metrlik 7 kontrollar 60 ming so'mdan chiqadi donasi. Permichgacha ketyapti. Chuqur qishloqlar. Ko'rasizlar, manzil Qashqadaryo Shahrisabz, chorshanba. Sifatlari zo'r. Kecha hamma narxlar bo'yicha video chiqdi o'rtoqlar. Shunday kanalga o'tib, ko'rib, like bosib, fikrlaringizni bildirib qo'ysangizlar xursand bo'lamiz. O'rtoqlar mana 9-oktyabr garbillarimiz ketyapti mana. 280 dona garbil o'rtoqlar. Laboga yukni dodasi ortilgan. Mana garbillarimiz 280 dona ketyapti. 3700 so'mdan qilib berganmiz donasini garbil. Fatchotli garbillarimiz o'rtoqlar. Keyingisi mana 5 metrlik balonlarimizdan 15 dona ketyapti. 5 metrlik mo'shti balonlarimizdan keyin 4 metrlik dumaloq balonlarimizdan 5 dona ketyapti. Keyin 7 ga 10 teragimizdan ham ketyapti o'rtoqlar. Gariblarimiz 3700 so'mdan balonlar birisi 90 ming so'mdan 5 metrlik zo'ri. Keyin bular 100 ming so'mdan bular 115 ming so'mdan berilgan donasi ketyapti o'rtoqlar. Mana ko'prikdan o'taman. Bu yukni balonlar mana yo'g'on balonlar. Ko'rishingiz mumkin. Mo'shti 5 metrlik yo'g'onlar. Sifatlari zo'r, kevrasiz. 4 metrlik balonlarimiz sifati chotki balonlarimiz. Qaysi qishloqqa ketyapti bu? Qaysi qishloqqa ketyapti bu? olma. Qanday ekan sifatlar bu? Ha?
sifatlar qanday bo'lardi? Ajoyib, ajoyib. Hali bu ko'ra. Rolik ko'rasizlar. Manzil Qashqadaryo shahrisida. Chiqadi bu. Barolar moshni. Mana labi shuncha ikkita bosib ketadi o'rtoqlar. Labi 5 ming TL barolardan 300 tepashli garbel. Mana to'g'riga respekt. Mana 6 oktyabr 10 strepelamizdan shaharga mana Qorasuv qishlog'iga ketadi o'rtoqlar. Bu 1 minut to'xtab turing, bu Qorasuv qishlog'iga ketyapti. 10 strepelamizdan 85 dona sotilgan. Parda bilan parda bu 1 minut iltimos. Parda bilan mana sumbo borib tashyaptilar o'rtoqlar. Mana 10 strepelamizdan 130 ming so'mga berganmiz donasini. 10 turga 307 strepelamiz 85 dona, mana parda bo'lga 55 donasini ortganmiz. Ideal strepelar 130 ming so'mga beramiz donasini. Shahar Qorasuv qishlog'iga ketadi o'rtoqlar. Ko'rasizlar, mana Qashqadaryo Shahrisabz chorshanba o'rtoqlar. Keyin mana bu sumboga 30 tasini ortganmiz. Sumboga mana 10 strepelarimizdan 30 tasini ortganmiz. 130 ming so'mga berganmiz donasini. Keyin chista 5,5 strepel ekamizdan qo'shligirga qilib berganmiz. Bo'lib bu qo'shligirkamizdan 144 metr qilib berdik. Ha, qo'shligiramiz 144 metr. Strepel yo'lga urasiz. Qashqadaryo Shahrisabz chorshanba.